Salom, qadrli tomoshabinlarim. Bugun men sizlar bilan hammamiz uchun juda muhim, ammo ko'pchilik e'tibor bermaydigan bir masala haqida suhbatlashmoqchiman. Siz hech o'z mulkingiz kelajagi haqida jiddiy o'ylab ko'rganmisiz? Uy-joyingiz, yer uchastkangiz, bular sizning eng qimmatli boyligingiz. Bilaman, kundalik tashvishlar ichida bu haqda kamdan kam o'ylanadi. Lekin bugun men sizni aynan shu mavzu bo'yicha juda muhim bir ma'lumot bilan tanishtirmoqchiman. Bu shunchaki bir xabar emas, balki barcha uy-joy egalari har bir yer uchastkasi sohibi uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan ogohlantirish. Agar siz hozir diqqat bilan eshitmasangiz, ba'zi qoidalarga e'tibor bermasangiz, ertaga jiddiy muammolarga, moliyaviy yo'qotishlarga, hattoki mulkingizga bo'lgan huquqlaringizni himoya qilishda qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Bu sizga tegishli bo'lgan har bir kvadrat metr uchun xavotir. Shuning uchun hoziroq kanalimga obuna bo'ling, bu videoga like bosing va xotirjamlik bilan oxirigacha tomosha qiling. Va'da beraman, bu ma'lumot sizni ko'plab bosh og'riqlardan qutqaradi. Muammo mohiyati, avvallari mulkchilik masalasi. Ayniqsa uy-joy va yer uchastkalarini rasmiylashtirish ancha sodda edi. Ba'zida esa tartibsiz ham desak mubolag'a bo'lmaydi. Ko'pchilikning qo'lida 1990 yillargacha berilgan eski qo'lda yozilgan davlat dalolatnomalari, qizil guvohnomalar, texnik pasportlar bor edi. Ba'zi hollarda esa umuman faqatgina mahalla hujjatlari yoki qo'shnilarning tasdig'i bilan yillar davomida biror uyda yashab kelgan insonlar ham yo'q emas edi. Yangi qurilishlarni ro'yxatdan o'tkazish, ularni hujjatlashtirish jarayonlari ham ko'pincha murakkab byurokratik yo'llardan iborat bo'lib, ko'p vaqt va mablag' talab qilar edi. Bu esa ko'pchilikning ishlarni rasmiylashtirishni keyinga surishiga yoki umuman e'tibor bermasligiga sabab bo'lardi. Oqibatda minglab uy-joylar, yer uchastkalari aniq va shaffof ro'yxatga kiritilmagan holda qolib ketdi. Bu esa kelajakda turli nizolarga, firibgarliklarga va eng yomoni, davlatning mulkchilik munosabatlari ustidan nazoratni samarali amalga oshira olmasligi olib keldi. Ammo endi vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat mulkchilikka oid hujjatlarni raqamlashtirish, ularni yagona reyestrga kiritish bo'yicha ulkan islohotlarni boshladi. Maqsad mulkchilik huquqlarini to'liq shaffof qilish. Har bir uy-joy va yer uchastkasining aniq egasini belgilash, ularni yagona elektron bazaga kiritish orqali barcha ma'lumotlarni markazlashtirish. Bu degani, endilikda sizning uy-joyingiz yoki yer uchastkangiz haqidagi har qanday ma'lumot, uning joylashuvi, maydoni, egasi, uning ustida qandaydir og'irlik, garov, taqiq bor yoki yo'qligi bir zumda elektron tizim orqali tekshirilishi mumkin. Bu islohotlar yirik masshtabda amalga oshirilmoqda va uning asosiy maqsadi mamlakatdagi mulkchilik munosabatlarini tartibga solish, ularga huquqiy asos berish va ularni har qanday noqonuniy harakatlardan himoya qilishdir. Boshqacha aytganda, ertadan keyin sizning mulkingizga kimdir egalik qilmoqchi bo'lsa yoki siz o'z mulkingiz bilan bog'liq biror muammoni hal qilmoqchi bo'lsangiz, barcha ma'lumotlar aniq va shaffof bo'lishi kerak. Bu jarayonning o'ziga xos murakkabliklari bor, lekin uning ahamiyatini tushungan holda har bir mulk egasi unga tayyor bo'lishi shart. Asosiy qism 1: batafsil tahlil. Nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlarga xavotirlanish shart emas? Avvalo, shuni bilishingiz kerakki, eski qog'oz hujjatlarga ega bo'lgan barcha mulklar yangi elektron tizimga o'tkazilishi shart. Bu jarayon ma'lum muddat ichida amalga oshirilishi lozim. Aks holda jiddiy oqibatlarga duch kelishingiz mumkin. Bu yerda men aniq muddatlarni aytmayapman, chunki ular o'zgarishi mumkin. Ammo siz doimiy ravishda davlat xizmatlari markazlari yoki kadastr agentligining rasmiy xabarlarini kuzatib borishingiz kerak. Kimlar xavotirlanishi kerak? Biri, eski qog'oz dalolatnomalarga ega mulk egalari. Agar sizning uy-joyingiz yoki yer uchastkangiz 1990 yillarda yoki undan oldin berilgan, qo'lda yozilgan davlat dalolatnomalari, qizil guvohnomalar yoki eski tipdagi texnik pasportlar asosida rasmiylashtirilgan bo'lsa, siz zudlik bilan harakat qilishingiz kerak. Bu hujjatlar o'z kuchini yo'qotmaydi, ammo yangi tizimda ular elektron shaklga o'tkazilishi va tegishli reyestrga kiritilishi shart. Misol, Otabek amaki va Zuhra xola taxminan 1975 yildan beri bobosidan qolgan eski hovlida yashab keladi. Ularning qo'lida faqatgina o'sha davrda berilgan kolxoz raisi imzosi bilan tasdiqlangan bir parcha qog'oz bor. Xolos. Bu hujjat hatto notarial tasdiqdan ham o'tmagan. Ular o'z mulkini yangi tizimga kiritishni unutib qo'yishsa, kelajakda bu uy ularning nomidan chiqib ketish yoki uni sotish, hadya qilish kabi harakatlarni amalga oshira olmasligi mumkin.
Agar ular belgilangan muddat ichida o'z mulklarini rasmiylashtirishga ulgurmasalar, birinchi bosqichda ogohlantirish berilishi. Keyinchalik esa mulkni rasmiylashtirish uchun belgilangan standart davlat boji miqdoridan 2-3 barobar ortiq jarima, ya'ni deylik, odatda 500 ming so'm bo'lgan rasmiylashtirish uchun 1 million 500 ming so'm to'lashlariga to'g'ri kelishi ehtimoli bor. Eng yomoni, hatto sud orqali mulk huquqini tiklashga majbur bo'lishlari ham mumkin. 2. Notarial tasdiqlanmagan yoki ro'yxatdan o'tkazilmagan qo'shimcha qurilmalar, o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlar egalari. Agar siz uy joyingizga qo'shimcha xona, ayvon, garaj yoki boshqa bino qurgan bo'lsangiz va bu qurilishlar uchun tegishli ruxsatnomalar olib, ularni texnik pasportingizga va kadastr hujjatlaringizga kiritmagan bo'lsangiz, siz jiddiy xavf ostidasiz. Misol, Alisher va Gulnora 2010 yilda o'z hovlisiga qo'shimcha bir xona qurishgan. Ular buning uchun mahalladan og'zaki ruxsat olishgan, ammo qonuniy tartibda hech qanday hujjat rasmiylashtirishmagan. Endi esa yangi tizimda ularning yer uchastkasining asal maydoni bilan hozirgi holatdagi maydon o'rtasida nomopillik aniqlanadi. Agar ular bu qo'shimcha xonani qonuniylashtirmasalar, ular 1 million so'mdan 25 million so'mgacha jarimaga tortilishi mumkin. Hatto ba'zi hollarda o'zboshimchalik bilan qurilgan qismni buzish to'g'risida qaror ham qabul qilinishi mumkin. Vaholanki, agar ular o'z vaqtida qurilishdan so'ng darhol qonuniy tartibda harakat qilishganida, bu ish ularga atigi 1 million so'm yoki undan ham kamroq mablag'ga tushishi mumkin edi. Uch meros qolgan, ammo rasman o'tkazilmagan mulklar egalari. Agar sizga meros qolgan uy joy yoki yer uchastkasi bo'lsa-yu, siz hali uni o'z nomingizga rasman o'tkazmagan bo'lsangiz, siz ham xavotirda bo'lishingiz kerak. Misol, Dilshod va Nargizaga onalardan 5 yil avval bir uy meros qolgan. Ular ona vafot etgandan keyin uyda yashashni davom ettirishgan, lekin merosni rasmiylashtirishga erinishgan. Hozirda esa bu uy hali ham marhum onasining nomida turibdi. Yangi tizim ularning merosni qonuniy rasmiylashtirmaganligini aniqlaydi. Agar ular tez orada harakat qilmasalar, merosni qabul qilish muddatini o'tkazib yuborganliklar uchun sudga murojaat qilishlariga to'g'ri keladi. Bu esa ortiqcha xarajatlar, sud bojlari, advokat xizmati uchun va uzoq vaqt, bir necha oy hatto yil talab qiladi. Shu bilan birga, agar ular o'zaro kelisha olmasalar, masalan, Dilshod o'z uyiga ega chiqishga harakat qilsa, Nargiza o'z ulushini isbotlashda jiddiy qiyinchiliklarga duch keladi. Bir nechta egalari bo'lgan, ammo ulushlari aniq belgilanmagan mulklar. Agar bir mulk, uy, yer bir nechta shaxsga tegishli bo'lsa-yu, ularning ulushlari kadastr hujjatlarida aniq aks ettirilmagan bo'lsa, bu ham muammo tug'dirishi mumkin. Misol, 3 aka-uka bir do'konga egalik qiladi, ammo do'kon hujjatlari faqat katta akasi Bahodirning nomida turibdi. Qolgan 2 ukasi Jahongir va Sardorlarning hech qanday rasmiy ulushi yo'q. Yangi tizimda mulkchilikning bunday noaniq holati qabul qilinmaydi. Ular yoki mulkni umumiy ulushli mulk qilib rasmiylashtirishlari, yoki Bahodirning nomidan ularga rasman ulush ajratib berilishi kerak. Aks holda kelajakda Bahodir ularning roziligisiz do'konni sotib yuborishi yoki garovga qo'yishi mumkin. Bunday holatlar sud-ko'rtga borib taqalganda Jahongir va Sardorlarning o'z ulushini isbotlashi juda murakkab jarayonga aylanadi. Kimlarga xavotirlanish shart emas. 1. So'nggi 2-3 yil ichida uy joy yoki yer uchastkasini sotib olganlar. Agar siz o'z mulkingizni oxirgi bir necha yil ichida notarial tartibda rasmiylashtirgan bo'lsangiz va kadastr agentligida tegishli ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsangiz, sizning mulkingiz allaqachon elektron reyestrga kiritilgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Yangi tartib qoidalar asosan eski tartibda rasmiylashtirilgan mulklarga qaratilgan. Yangi qurilgan va qonuniy tartibda to'liq rasmiylashtirilgan mulklar egalari, agar siz yangi kvartira yoki yangi qurilgan uyni sotib olgan bo'lsangiz va barcha hujjatlar, kadastr pasporti, mulk huquqini tasdiqlovchi guvohnoma zamonaviy shaklda bo'lsa, siz ham xotirjam bo'lishingiz mumkin. Qurilish kompaniyalari odatda barcha hujjatlarni to'liq tayyor holda topshiradilar. Elektron kadastr ma'lumotnomasi mavjud bo'lganlar, agar siz allaqachon Davlat xizmatlari markazi yoki kadastr agentligi orqali o'z mulkingiz bo'yicha elektron kadastr ma'lumotnomasini olgan bo'lsangiz, bu sizning mulkingiz tizimda to'liq ro'yxatdan o'tganligini anglatadi. Asosiy qism 2. Qoidadan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi, bu yangi tizimda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berilishi kerak bo'lgan tuzoqlar va avvaldan ko'zga tashlanmaydigan nuanslar mavjud. Istisnolar
davlat tomonidan berilgan ayrim subsidiyalar asosida qurilgan yoki sotib olingan uy-joylar. Ba'zi ijtimoiy dasturlar doirasida berilgan uy-joylar uchun mulkni ro'yxatdan o'tkazish jarayoni soddalashtirilgan yoki davlat tomonidan qisman moliyalashtirilgan bo'lishi mumkin. Bu holatlarda ma'lum bir imtiyozlar qo'llanilishi mumkin. Ammo baribir yakuniy ro'yxatdan o'tish zarurati saqlanib qoladi. Yangidan qurilgan standart loyihalar asosidagi turar joylar, katta shaharlardagi ko'p qavatli uylar yoki maxsus loyihalar asosida qurilgan kottejlar shaharchalarda ba'zi hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonlari avtomatlashtirilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni quruvchi tashkilot barcha hujjatlarni ommaviy tarzda elektron bazaga kiritadi. Ammo shunga qaramay, mulkni qabul qilib olganingizda o'z nomingizga rasmiy guvohnomani olganingizga ishonch hosil qilishingiz shart. Tuzoqlar va noaniq nuanslar, bir firibgarlik sxemalari, afsuski, har qanday islohotdan foydalanib qolishga harakat qiladigan firibgarlar topiladi. Tez va arzon rasmiylashtirib beramiz degan so'zlar bilan odamlarni chalg'itib, pul yig'ib olib, ishlarni oxiriga yetkazmasdan yo'qolib qoladigan holatlar bo'lishi mumkin. Bunday shaxslarga ishonmang. Faqat rasmiy davlat xizmatlari markazlari, kadastr agentligi xodimlari yoki litsenziyalangan advokatlar va notariuslarga murojaat qiling. 2. Ma'lumotlardagi kichik nomuvofiqliklar. Agar sizning eski hujjatlaringizdagi ismingizning yozilishi, masalan, Ali o'rniga Ali, tug'ilgan sanangiz, manzil yoki yer maydonidagi raqamlar elektron tizimdagi ma'lumotlardan biroz farq qilsa, bu kelajakda katta bosh o'rg'iga aylanishi mumkin. Masalan, eski texnik pasportda uy maydoni 1 kvadrat metr ko'rsatilgan bo'lsa-yu, yangi o'lchovlarda 2 kvadrat metr chiqsa, bu ham muammo tug'dirishi mumkin. Bunday kichik farqlar tufayli mulkingizni rasmiylashtirish jarayoni cho'zilib ketishi, qo'shimcha sud ekspertizasi talab qilinishi mumkin. O'ti yer chegaralarini aniqlashtirish. Yangi kadastr o'lchovlari ba'zan eski hujjatlaringizdagi yer chegaralari bilan farq qilishi mumkin. Bu ayniqsa chegaradosh hududlarda yoki uzoq yillardan beri o'lchanmagan yer uchastkalarida ko'proq uchraydi. Sizning hovlingiz qo'shningizning yeriga 1 metr o'tib ketgan bo'lishi mumkin yoki aksincha. Bunday holat aniqlansa, qo'shnilar bilan kelishmovchiliklar, hatto sud jarayonlari yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli ro'yxatdan o'tkazishdan oldin yer chegaralarini aniq belgilab olish kerak bo'lsa, qo'shnilar bilan birga dalolatnoma tuzish muhim. 4. Qurilish normativlari va qoidalariga rioya etmaganlik. Agar sizning uy-joyingizda qurilish normativlari SHNK talablariga zid ravishda qurilgan inshootlar, masalan, yong'in xavfsizligi standartlariga mos kelmaydigan sanitariya qoidalariga zid bo'lsa, ularni qonuniylashtirishda qo'shimcha talablar yoki hatto qayta qurish majburiyati paydo bo'lishi mumkin. Masalan, kanalizatsiya tizimi qo'shni yer uchastkasiga noqonuniy o'tkazilgan bo'lsa, buning oqibati qonuniy jarimalar va uni to'g'irlash majburiyati bo'lishi mumkin. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, bu holatda siz nima qilishingiz kerak? Qaysi yo'lni tutish kerak? Men sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. 1. Birinchi qadam, o'z mulkingizning joriy holatini tekshiring. Qayerga borish kerak? Davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qiling yoki elektron hukumat portaliga. Gov.uz orqali kadastr agentligining e-kadastr tizimidan onlayn ma'lumotnoma oling. Nima qilish kerak? Sizning mulkingiz, uy-joy, yer uchastkasi haqidagi barcha mavjud ma'lumotlarni so'rab, undan ko'chirma oling. Bu ko'chirmada mulkning maydoni, manzili, egasi va uning ustida biron bir og'irlik, garov, taqiq bor yoki yo'qligi ko'rsatilgan bo'ladi. Agar sizda bunday ko'chirma yo'q bo'lsa yoki eski hujjatlar bilan mos kelmasligini sezsangiz, keyingi qadamlarga o'ting. 2. Ikkinchi qadam, barcha mavjud hujjatlaringizni to'plang. Nima to'plash kerak? Pasportingiz, eski davlat dalolatnomalari, qizil guvohnomalar, texnik pasportlar, qurilish ruxsatnomalari, agar mavjud bo'lsa, merosga oid hujjatlar, agar mulk meros bo'lsa, nikoh to'g'risidagi guvohnoma, agar mulk er-xotinning birgalikdagi mulki bo'lsa. Bularning barchasini asl nusxalari va ularning nusxalari bilan birga tayyorlang. Qo'shimcha ravishda, agar sizda mulkni sotib olish, sotish yoki sovg'a qilish bilan bog'liq shartnomalar bo'lsa, ularni ham tayyorlab qo'ying. Har bir hujjatning nusxasini qilib alohida papkada saqlang. 3. Uchinchi qadam, professional maslahat oling. Qayerga murojaat qilish kerak? Agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, masalan, meros masalasi, umumiy ulushli mulk yoki o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlar mavjud bo'lsa,
mulk huquqiga ixtisoslashgan notarius yoki advokatga murojaat qiling. Nima uchun kerak? Ular sizning hujjatlaringizni ko'rib chiqib, aniq qaysi yo'nalishda harakat qilish kerakligini, qanday qo'shimcha hujjatlar talab qilinishini va mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni oldindan aytib berishadi. Bu sizni ortiqcha vaqt va pul yo'qotishdan asraydi. 4. qadam. Davlat xizmatlari markazi yoki kadastr agentligiga murojaat qiling. Qayerga borish kerak? Barcha tayyorlangan hujjatlar bilan o'zingiz yashayotgan hududdagi davlat xizmatlari markaziga boring. Kadastr agentligining bo'limlariga ham to'g'ridan to'g'ri murojaat qilish mumkin. Nima qilish kerak? U yerda sizga mulkni yangi elektron tizimga kiritish yoki mavjud ma'lumotlarni yangilash bo'yicha ariza namunalari beriladi. Arizani to'g'ri to'ldiring. Barcha kerakli hujjatlarni ilova qiling. Agar sizning yer uchastkangiz aniq o'lchanmagan bo'lsa, kadastr agentligi xodimlari sizning mulkingizni joyida o'lchash va texnik xulosalar berish uchun kelishadi. Bu jarayon uchun belgilangan davlat bojlari mavjud, ularni o'z vaqtida to'lashingiz shart. Misol uchun, texnik inventarizatsiya va kadastr pasportini tayyorlash xizmati uchun 1,5 so'mdan 5,000 so'mgacha. Yer uchastkasi xarita sxemasini tayyorlash uchun esa 1 million so'mdan 300 million so'mgacha xizmat haqi belgilangan bo'lishi mumkin. Muddatlarni aniq so'rab oling va ularni eslab qoling. 5. qadam. Jarayonni kuzatib boring va hujjatlarni saqlang. Nima qilish kerak? Arizangiz qabul qilingandan so'ng sizga murojaatingiz raqami beriladi. Bu raqam orqali siz MyTongov.uz portalida arizangizning holatini onlayn tarzda kuzatib borishingiz mumkin. Barcha to'lov kvitantsiyalarini, olingan ma'lumotnomalar va dalolatnomalarni ehtiyotkorlik bilan saqlang. Ish yakunlangandan so'ng yangi shakldagi kadastr pasporti yoki mulk huquqini tasdiqlovchi guvohnomani albatta qo'lga kiritishingiz shart. Yakun va oxirgi ogohlantirish. Aziz do'stlar, bugun men sizga o'z mulkingiz kelajagi uchun muhim bo'lgan eng asosiy ma'lumotlarni taqdim etdim. Bu boradagi e'tiborsizlik nafaqat moddiy yo'qotishlarga, balki asabiy xotirjamligingizga ham putur yetkazishi mumkin. Yangi tartib-qoidalar mulkchilik munosabatlarini shaffof va adolatli qilishga qaratilgan. Shu sababli ularga rioya qilish har bir fuqaroning manfaatiga xizmat qiladi. Unutmang, oldindan tayyorlanganlik har doim kutilmagan muammolardan himoya qiladi. Shunday ekan, hoziroq videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu muhim ma'lumotni oila a'zolaringiz, qarindoshlaringiz va do'stlaringiz bilan ulashing. Ularning ham xabardor bo'lishi juda muhim. Sizning bu boradagi fikrlaringiz ehtimol boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. O'z tajribangizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularni o'qib, imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va mulkingizni asrang.